Salom barchaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Ultra Kamet va men anchadan beri pul to'pladim, o'zimni yemay-ichmay pul to'pladim. Xullas, hozir boy aka oldiga boramiz bolalar. Uyim bir ahvol bo'lib ketgan, buni sababi bor. Bitta retro mashina olish uchun men anchadan beri pul to'playapman. Mana meni pulim. Yo, assalomu alaykum. Boyni qo'rqitisi bo'ladi, mash. Tezroq borib olishim kerak. So'ligini qaranglar bola. Mana bo'la mashina men olmoqchiman. Boy anchadan beri aytayapti, sotaman deb bugun mana mash pullarimizga olamiz. Davoy bola ketdi. Eshik ochilib qopti. So'g'di. Boy aka. Ha, nima? Uyingizga kirsak maylimi, iltimos? Kir. Mana ruxsat berdilar. Eshikni yopib qo'yamiz. Qayerda kelib? Boy aka, mana shu yerdamisiz, boy aka? Ha, kir. Xo'p, mana. Yo, boy aka, yaxshimisiz? Boy aka, mana aytgan pulingizni olib keldim. Qo'lingizdagi pichoqmidi, boy aka? Xo'p, mayli boy aka. Xullas, mana va'da qilganimizda hozir men sizga pullarni beraman, siz menga mashinani berasiz. Shunaqami? Ha, shunaqa. Sen ber. Xo'p, mana boy aka, oling, hamma pul sizniki. Oling. Endi mashinani bering, boy aka. Tur yo'qol bu yerdan. Hozir охранаlarni chaqiraman. Aka, uni demang. Охрана. Xo'p, boy aka, uzr. Bo'ldi. Lekin yaxshi odam emas ekansiz. Pulim shuncha yiqqan pulimni olib qo'ydingiz. Rozi emasman pulimga. Shuncha pulim a. Mashinasini o'g'irlab qolsam-chi? Yo'q. Bo'ldi. Охранаlar turgan ekan, охранаlar. Qoch. Yo, bola, охранаlar ko'chada ko'p ekan, boy ekan охраналari. Ha, xasis boy. Hozir biz unga ko'rsatamiz. Men asrab qo'ygan narsam bor. Hop, bu emas bolalar. Buni tagida. Hozir bolalar. Buni sindiramiz, tezroq. Hozir boyga ko'rsatamiz. Bular bizga kerak emas. Xo'p, mana bolalar. Avtomatlarim bor edi, mana hozir boy ko'rsatamiz. Yarmas. Mana bo'ldi bolalar. Hozir unga hujum qilamiz bolalar va mashinasini olib qochib ketamiz. Xo'p. Bizga bir balo yetmayapti hozir. Mana bolalar, chiqib ham oldik. Xo'p, tez. Boy akadan qasos olishga ketdik. Mana uni охранасы. Xo'p. Tez borish kerak. Hozir men unga ko'rsataman. Meni pulimni olib qo'yganmidi? Hozir. Nima? Yo'q. Unday qilma. Senmi hali xasis boy? Mana senga. Ha. Endi охраналарni o'ldiraman. Mana xona ekan. Yo'q, охранасы bor ekan. Voy, hozir eng katta gigant охранасini o'ldirdik bo'ldi. Tez chiqib ketish kerak. Bo'ldi. Mashinani olamiz, bu yerdan keyin ketamiz. O'yla, mana biz mashinamiz. Eshikni ochamiz. Ketdi bola. Ketdik. Olib qochib ketamiz. Davay bola. Davay. Uyimizga qarab ketamiz.
hozir. Ko'rinmaslik uchun orqa tarafiga qo'yib qo'yaman. Mana bo'ldi. Mana bizni mashinamiz, o'sha halol pulimizga topgan mashinamiz mana. Chiroyligina qaranglar bular. Mana bugungi video shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna va like bosishni unutmang.